Assalomu alaykum obunachilarimiz. Navbatdagi darvozalarimizni Farg'ona viloyati Bag'dod tumaniga qo'ydik. Bu darvozalarimizni rangi mo'kir asfalt rangda, zamoklari ham toza zamok mana. Keyin bu darvozamizni ikki qavatli, xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bepul, bemalol telefon qilaveramiz. Nomerlari ham bor. Keyin boshqa davlatlarga ham telefon boshqa davlatlarga ham dastavkamiz bor. Hop, akajon, hop yonlari, hop, shivellar bo'lganmi, profil bo'lganmi, qalin? Shivellar bo'lgan, ha? Materiallar hamma yo'g'i yaxshimi? Ishonchli axir? Ha. Hop, kraskalar nechilikka garantiya? Kraskalari? 5 yil. Aha, 5 yilga garantiya. Lak kraskalar hamma yo'g'i toza, ha? Aha. O'zbekiston bo'yicha dastavkalaring bor. Bepul. Ha, manzillaring qayerda o'zlaring, yashash joylaring? Namangan viloyati 3 tomon Jidagaba qishlog'ida. Gap yo'q. Nechinchi sinfsiz? 4 sinfsiz. Mashg'ulotdan o'zingiz yasaysizmi yo ishchilaringiz bormi? Ishchilaringiz bor. Ha. Ha, yaxshi, gap yo'q. Bo'ladigan bola mana boshidan ma'lum deganda 4 sinfda o'qiysiz, ha? Ismingiz nima? Muhammad Aziz. Ha, gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Mana hozir mana obunachilarimiz o'zlarini ko'rishlari mumkin. Mana shu bola xudo xolasa olib kelib, mana shu darvozani mana shu yerga joylabdi. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor deyapti. Qana ishonsa bo'ladi bu darvozamizga? Xudo xolasa o'rnatib qo'ysak, Aha. bemalol ishlatib ko'rasizlar. Aha. Zamoklariga va ranglariga baho berib, sizlarning narsa ishonaverishing bo'ladi. Aha, gap yo'q, gap yo'q. Omadingiz bo'lsin. Mana obunachilarimiz o'zlarini ko'rishlari mumkin. Hayotlik darvoza ekan, nihoyatda chiroyli. O'zbekiston bo'yicha dastavkalari bor ekan. Sog' bo'lisizmi, salomat bo'lisizmi? Salomat bo'lsin, sog'. Laykni bossinmi axir? Like, podpiska, obuna ham bo'lsa, ma'lumot kelmasa, kommentar yozib qo'ying. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, yashang.